Assalomu alaykum aka, tushunsiz. Xizmatlarimiz qanaqa bo'ldi aka? Ya, xizmatlarga gap yo'q. Zo'r, hammasi. Bolalar kutib olishdi, muomala zo'r. Xudo xolasa bugun telefon qilib xursand qilishdi, kelib mashinangizni olib keting deb. Hali vaqt bor edi. Cho'ta vaqtliroq chiqib qoldi mashina. Mana kelib xursandchilikda patchashka qildirib, mashinani chiroyli qilib, xudo xolasa minib yuramiz. Gap yo'q, bolalarga. Tavsiya berasizmi qolgan aka? Gap bo'lishi mumkin emas. 100% tavsiya beraman, kelinglar, olinglar. Hech qanaqa bu yoqda nima deydi haligi? Aldov yo'q. Mana ko'rib beryaptilar. Mana ko'rib beryaptilar. Tegini polni hozir tekshirib, mana ichkarini o'zi shaxsiy ustaxonalari bor ekan bularni. Salonda. Mana ustalar bor ekan. Молодец, rahmat. Zo'r. Bir 10 kun oldin chiqdi. O'sha berilgan muddatdan 10 kunmi, 5 kunmi boshdan. Vaqtidan ham oldin chiqdi. Gap yo'q. Hozir ko'rib beryaptilar, mashinani tekshirdi. Motorlari hammasi zo'r. Salon ishchilariga gap yo'q. Молодец. Undan oldin ham mashina olardi, boshqa salondan. Lekin bugun qo'yib qolganim, даже moyka ham qilib berishdi bolalar. Yuvib, tozalab, artib. Vaqti gap bo'lishi mumkin emas. O'shanga xursandchilikda, misol uchun mana toza mashina olib chiqib, qo'lingizga kalit suzib qo'yapti. Bu ham bir bolalarga rahmat. Mana shunaqa xizmat qilishni charchashmasin, doim klientlar ko'p bo'lsin, kelinglar, olinglar, mazza qilinglar. Tanlovingizga rahmat aka. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, rahmat.